Bugun 5-aprel 2025-yil. Bulg'or qalampirlarimiz ahvoli hali ham o'sha. Ko'rinishi ayanchli. Lekin yaxshi yangilik bor. Eslatib o'taman, bizda hozir eng katta muammolar mana bu barglarni bujmayishi, biz buni virus dedik. Va mog'or bosishi, unshudring tushganligi. Kimdir xabari yo'q bo'lsa, mana bu issiqxonamizni bir 70%ni bir qismi mog'or bosgan, bir qismi o'sha aytganimiz barglar bujmayib qolgan virusdan. O'tgan haftadagi videodan keyin juda ko'pchiligingiz yordam berishga urinibsiz. Kimlardir telefonimizni bir amallab topib aloqaga chiqqanlar bor. SMS yozganlar bor, izohlarda yozib qoldirganlar bor. Kimlardir haligi bu odam kimni tanishi deb tanishlar orqali bizga xabar yetkazishga harakat qilganlar bo'ldi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Endi boshladik bir chekkadan. Mana bu barglar bujmayishini biz virus deb keldik shu paytgacha. Biroq qo'shni qishlog'imizda, hali bizda ko'pchilik taniydi, Chinoz tumanida Ravil, Marlen degan agro preparatlar sotuvchi aka-ukalar bor. Shulardan Marlen degani bizni videoni ko'rib, shunday qarabdi-da, bir tanish akamiz orqali ayttirib yuboribdi. Bu kim bu odam? Bunga aytinglar, bu virus emas. Bu o'rgamchak kana, ya'ni o'rgamchak kana bo'lganda ham zang o'rgamchak kanasi deylar ekan. Buni alomatlari 90% shu virus singari namoyon bo'ladi, biroq aslida bu yerda o'rgamchak kana tushgan bo'lar ekan. Endi bunga qarshi ana Vertimex singari o'rgamchak kanaga qarshi ishlaydigan preparatlarni ishlatish tavsiya etildi. Iloji boricha shu maksimalroq dozada. Ya'ni Vertimex tarkibida abamektin bor, 3-6%. Aslida bilishimcha undan boshqa preparatlar ham qo'llasa bo'ladi, tarkibida abamektin bo'lgan. Ya'ni ba'zi bir preparatlarda abamektin miqdori 5% ligisi ham bor. Ularni ham ishlatsa bo'ladi. Aytaylik, Viproclem degan preparat ham bor. Uni tarkibida abamektin 5%. Va o'sha Marlen aytdiki, nima qilsa bitta nochor ko'chatni yulib olib kelinglar, biz o'zimizni mikroskopda tekshirib aytamiz, yana ham aniqroq bo'ladi. O'sha o'rgamchak kanami bu yoki bo'lmasam virusmi bu degan savolga aniqroq ayta olamiz deb ularga olib bordi ukam. Marlen tekshirib berdi. O'sha yuqorida aytgan tashxisini yana takrorladi. O'sha mikroskopda ko'rganda ham bu o'rgamchak kana bo'lib chiqdi. Endi ular o'rgamchak kanaga qarshi preparatlar qilib berishdi, ta'sir qilsin deb aralash qilib ichida Vertimegan bor, yana bir bolalar bor, 4 dan 5 ta dorini xullas kompot qilib berdi. Hozir men bilmayman nomlarini, nima ichida Vertimegan bor edi, lekin shuning uchun aniq nomlarini yozing desangiz, meni xabarim yo'q. Ular shu 100 litr suvga tayyorlab berdi. Shuni sepdik. Hozircha bilmayman, hali tuzuk bir o'zgarish sezmadik. Vaqt ichida ko'ramiz. Endi ko'chatlar ham ko'ryapsiz, juda bujmayib ketgan. Bular sezilishi uchun menimcha kamida 2 hafta o'tish kerak. Men bu yangi kurtaklari butunroq bo'lib chiqa boshlasa, o'shanda ma'lum bo'ladi. Yaxshi xabar deganim nima? Agar bu virus bo'lmasa va o'rgamchak kana bo'lsa, xudo xolasa, sepgan dorimiz ta'sir qilib, mana shu abgor ahvoldagi ekinlarimiz shu bir oyning ichida o'ziga kelish umidi bor. Afsuski, biz o'sha buni boshidan beri virus deb o'ylab yurdik va shu bir oylar vaqt yo'qotdik. Birinchidan oldini olish nuqtai nazaridan, agar shu o'rgamchak kana bo'lsa, hali ham bu jarayonda ko'ramiz, rostdan ham shu o'rgamchak kanami yo'qmi sepgan dorilarimiz ta'siriga qarab. Hop, videolarimiz ostida ba'zi bir izohlarda yoziluvdi. To'g'ri. Vertimex seping deganlar bo'ldi. Kimdir bu virus emas deganlar ham bo'luvdi. Uni ham eslayman. Biroq shularning ichida, ya'ni biz hurmat qiladigan odamlarning aksariyati shu virus degan fikrga qo'shilishdi-da, virusga qarshi biz faqat emlash qilaverdik, natija sezilmaverdi. Eng qizig'i, boshida shu virusga qarshi sepganimizda sal to'xtaganday bo'ldi-da, biz endi aniq ishonchimiz hosil bo'ldiki, bu virus ekan deb virus izidan quvib yurdik keyinchalik. Shu bizni shu chalg'itdi hamda Vertimex seping yoki bo'lmasam bu virus emas degan odamlar ham shu izohlarda aniq tiniq yozilmaydi, to'g'risi. Ya'ni zang kanasi shunday narsaki, bu oddiy o'rgamchak kanaga o'xshab ko'rinmaydi, bu virusga o'xshab namoyon bo'ladi deganida edi. Biz ham shuni o'ylab ko'rishimiz mumkin edi. Orada kimdir o'rgamchak kana ham degandek bo'ladi, adashmasam. Lekin shu paytgacha bunaqangi zang o'rgamchak kanasi bizga ekinlarga tushmaganligi uchun bizga notanish edi bu. Oddiy o'rgamchak kanani bilamiz, mana bu orqasida qarasa ko'rinadi. Bunda yo'q-da, ko'rinmagani uchun biz ham yo'q, bu o'rgamchak kana emas degan aniq fikrda edik.
Qolaversa, ikkita videomizda, shu men bu jumash boshlanganda bitta videoda, keyin o'tgan haftadagi, undan oldingi videoda ham aytgandim, mana bu jumash bo'lib yotibdi. Qiziq, mana shu virus bulg'or qalampirga ta'sir qilgan-u, pomidorlarga ta'sir qilmagan deb aytmoqchi bo'lganim. O'sha paytda ham hech kim aytmadiki, agar virus bo'lsa, pomidoringni ham olib ketish kerak edi. Pomidoringga tegmayotgan bo'lsa, buni yaxshilab yana ko'rish kerak. Demak, virus bo'lmasligi ehtimoli ham bor degan mazmunda bir mantiqiy asosini bir keltirishmadi-da. Aytayapman, aytishdi, virus emas degan odamlar ham bor edi, soni kam edi, lekin aksariyat odam shu virusligiga qo'shildi. Hattoki ukam amnaqangi jumaygan ko'chat bittasini yulib olib borganida, o'sha Marlen degan odamni shu oldiga, u yoqda bir ikkita yaxshi tajribali dehqonlar o'zlari uchun dori olaman deb kelgan ekan. Shu Marlen ularga men bu nima deb ko'rsatsa, deyarli hammasi bu virus debdi-da. Hali tajribali ular ham dehqonlar. Ya'ni aksariyat baribir virus degan fikrda edi. Aytganimdek, juda tajribali odamlar bu virus degandan keyin biz buni o'rgamchak kana bo'lishi mumkinligi masalasi umuman aqlimizning uchiga ham kelgani yo'q. Va bitta ikkita aytgan odamni ham fikriga suyana olmadik shu sababdan. Demak, bitta yaxshi xabar shu. Endi ikkinchisi. Bilasiz, mana shu mog'orga qarshi ham ma'lum bir kurashlar olib bordik. Kutilgandek natija bo'lmayotgan edi. Bu masalada Xorazmlik bitta obunachimiz, anchadan beri, bir 2-3 yildan beri bizni kuzatib yurgan obunachimiz bir amallab shu dehqonimizga yordam bermasak bo'lmaydi deb telefon raqamini topib, telefon qildi. Kechki payt eslayman, soat 9:30 edi. Nima, uka, sizni ko'rib, shu hamon sizga o'zimni tajribamdan o'tgan dorini aytay dedim deb. Ya'ni menda ham shunaqa holat bo'luvdi. Kvadris ham sep ko'rganman, shu tapasini ham adashmasam sep ko'rgan, boshqa dorilar ham natija bermovdi. Keyin men bu dorini sepdim, menda bodringda bor edi, o'shani darrov to'xtatdi. Buni sepasiz. Keyin 3 kundan keyin sug'orsangiz, yangi nishonlar chiqib, ya'ni yangi barglar chiqib, xullas joyiga tushib ketadi deb aytdi. Oldingi videoda esingizda bo'lsa aytgandim, xarajatlarga ko'payib ketdi, bundan buyog'iga endi kucham yo'q. Bu xarajatga xohisham qolmadi deb. U kishi aytdi, mutlaqo shuni ishlating. Tushunaman, xarajatingiz ancha ko'payib ketibdi. Men ham oddiy dehqonman. Agar natija ko'rmasangiz, men shu olgan doringiz xarajatini men sizga qoplab beraman. Faqat ishlating shuni deb rosa shu tavsiya qildi. Shu akani gapiga bo'la mana bu dorini oldik. Men hech buni ilgari ko'rmagan ekanman. O'zi Xitoy dori. Ustida ham yozilgan inglizchalab, ya'ni tarjima qilganimizda bu zamburuq zahari degan ma'no chiqadi. Turli xil ekinlarga shu zamburuqlarga qarshi, tushunishimcha shu mog'or un shudringga qarshi preparat ekan. Faqat hali buni qo'lla olmadik. Agrodo'kondan olganimizda ham do'konchilar aytdi, aka bu juda kuchli dori dedi, qotirib tashlaydi dedi. Ekinni ham sal qotiradi deb aytdi. Ichida 4 ta nima bor ekan, ya'ni paketcha bor ekan. Shu bitta paketchasi bilmayman 10 litr suvgami, shu o'zini xuddi galina blanka singari 2-3 ta narsadan iborat tushunishimcha dorilari bor. Bitta paketchasi shu 10 litrgami ekan, ya'ni aniqlashtirish kerak, esimda yo'q. Shunga hushyor bo'lib ishlating deb aytdi. Endi biz buni ishlatmoqchi edik, faqat undan oldin mana bu jumayishga qarshi juda kuchli dorilar ishlatganligimiz uchun izidan dam oldirmay yana uni sepsak, ekinni umuman qotirib dabdala qilib qo'yish mumkin, hatto kuydirib ham qo'yishimiz mumkin degan ma'noda biz hozircha sep olmadik. Chunki mana shu endi aytilishida o'rgamchak kanaga qarshi sepilgan doridan keyin 3-4 kun o'tib vitamin seporinglar dedi. Bugun mana ertalab ukam sepdi vitaminni. Menimcha bir 2 kun yoki 3 kun o'tkazib endi sepsak bo'ladi va bu zamburug'ga qarshi. Aytganimdek tezroq buni davolashimiz kerak, lekin tezlashtiramiz deb umuman ahvolni battar qilib qo'ymaylik degan ma'noda shoshmaslikka qaror qildik. Zamburug'lar sal bo'lsa ham avjini to'xtatish uchun ko'proq havo beryapmiz, tagini ham ochdik endi. Tepadan ham havo beryapmiz. Agar nasib qilsa, shu ham zamburug'ni to'xtatadigan kuchliroq dori bo'lib chiqsa va nargi tashxis to'g'ri chiqib o'rgamchak kana bo'lsa, demak ikkala kasalga qarshi yechim bor. Biroz vaqt talab qilinadi. Xudo xolasa 1 oy ichida ekinimiz o'ziga kelish kerak. Demak, nima bo'ldi? Mana o'tgan hafta 31-mart kuni Viproclaim sepgandim. Uning ichida 5% abamektin bor. O'rgamchak kanaga deb birinchi shuni sepdim. Hali o marlinlarning oldiga bormasdan ular masofadan aytib boruvdi. Shu Vertimex sepsin deb. Uning o'rniga buni sepdik. Keyin ukam uni oldiga ertasi kuni borganda o'zini o'sha kompotini berdi. Mana nomini ham bilmayman, yozmaganman. Uni sepganmiz. Ya'ni ustma-ust 2 marta kuchli narsa berilganda.
mana qarang, 29ida haligi unshudringga qarshi nima misli dori berganman. 2 kun o'tib bu Vipraclem, ertasi kuni bu, ya'ni 3 ta dori ketma-ket bo'lgan. Bu ekin uchun juda katta og'ir yukda. Yana bittasi qo'shilsa, ketma-ket 3 ta doridan keyin bunaqa ahvoli taranglashmadi ham. Shunga ham rahmat. Aytmoqchi bo'lganim shu, xorazmlik akamizga ham minnatdorchilik bildiraman va aytgan doringizni oldik aka. Xudo xolasa mana shu 1 kun o'tib endi sepamiz. Kecha oziqali suv berdik ildizdan. Shu tonnasiga 1,5 kilo hosil beruvchi dori 8-16-40 va unga tonnasiga 2 litr ruter degan doridan berdik, ildizni sal baquvvatroq qilish uchun. Ya'ni mana bunaqangi tashqaridan hujumlar ko'p bo'lganda ildizni baquvvatroq bo'lsa, sal oziqani ko'proq olib kurashishga kuchi ko'proq bo'lsin degan ma'noda. Yana bir marta barchangizga katta rahmat, hurmatli obunachilar, bizga katta umid berdinglar qaytadan. Ya'ni masala biz o'ylaganchalik borsa qaytmas ekanligini ko'rsatishga urinib, yechimlarini ko'rsatib, aytib berganliklaringiz uchun. To'g'risi, Xorazmlik akani dorisini balki o'ylab ko'rardik, olish olmaslik masalasida, chunki undan boshqa ham juda ko'pchilik tavsiya qilgandi. Faqat aka o'zi shaxsan telefon qilgan bo'lib, aka siz shuni ishlating. Ta'sir qilmasam shu xarajatingizni men qoplab beraman. Faqat shu bir ko'ring. Men aniq natijasini ko'rganman, o'zim ishlatib ko'rganman degan uchun shu to'g'risi biz uchun shunchalik jon kuydirganligi sababli ham uyalganimizdan ham borib oldik. Shu o'rinda Zangatalik, ya'ni bitta obunachimiz ham nima xabar yozib yuborgan ekan, u kishiga ham rahmat bildiraman. Yana bitta qo'shimcha ma'lumot, biz bu yashil iplar baylab chiqqanmiz ekinimizga. To'g'ri, buni o'tgan yil pomidorda ishlatdik, uni yechib olib, yana bu yil ham bulg'or qalampiriga ishlatdik. Agar do'kondagi shu Marlen degan yigit buni ko'rib, rasmlarni ko'rib, u ukamga aytibdiki, yashil ip ishlatmanglar, bu trips chaqiradi, oq ip banglanglar deb. Hatto ipning rangi ham ma'lum bir zarar kunandalarni jalb qilishga yoki sal bo'lsa ham ularni ko'payib ketishini oldini olishda hissasi bor ekan. Bundan keyinga inobatga olib qo'yamiz. Ya'ni oq ip baylanglar undan ko'ra yashil baylamanglar deb aytdi. Pomidorga deylik trips tushmaydi, men bilganim bodringga tushadi. Pomidorda eshitmaganman, yana bilmadim. Balki pomidorda muammosi yo'qdir baylashga. Deylik bodring va bulg'or qalampirda bu biroz xavfli bo'lishi mumkin. Kimlardir boshqa ekin eksangiz bo'lmasmidi, pomidor eksangiz bo'lmasmidi, bodring eksangiz bo'lmasmidi, bundan ko'ra kamroq injiqlik qilardi deganlar ham bor. Hat bo'lishi mumkin, faqat yerni almashtirish nuqtai nazaridan ham biz, ya'ni ekin almashlab ekish nuqtai nazaridan ham bulg'or qalampirini ma'qul ko'rdik, hamda yerimizda nematoda borligi uchun bu tagini qizdirganimizda bodringga ham yomon tushadi, pomidorga ham yomon tushishi mumkin deb qo'rqib, ayniqsa bodringdan qo'rqib ekmagan edik. Endi pomidor deganda aytib o'tib ketay, mana bu pomidor o'zi bizda chiqqan. 4 tupini ekkanmiz, rangi ochroq. Sinov tariqasida u nima? Pushti pomidor deb berishdi. Ko'ramiz. Bular esa biz o'tgan yil cherry ko'dik esingizda bo'lsa, shuni urug'dan chiqqan 4-5 tasini qoldirdik, baylab qo'ydik. Hozir chiroyli gullabdi. Nima demoqchiman? Mana bu yerda gulshodasi uzun bo'lganiga xursand bo'lmaslik kerak ekan, bir qismini yulib olib tashlash kerak ekan. Chunki o'tgan yili uchida qolganlar mayda-mayda it uzun bo'lib ketgan, bekor kuch ketgan. Shuning uchun buni kallasini olib tashlash tavsiya qilinyapti. Hozir endi bu yegulikka bo'lganligi sababli mana shu sinovni bahonada ko'ramiz. Kimdir sizlar ichilaringizda ham birinchi marta pomidor ekkan bo'lsa, xabaringiz bo'lsin, bir ko'ring shu ma'lumotni. Men xabarim yo'q edi, ilgari bilmasdim. Mana kallasini olib tashlash foydali ekan. Mana bu mevalari butunroq, yaxshiroq bo'lish uchun. Hatto mana bu pomidor ham yirik pomidor hisoblanadi. Shu yirik pomidorlarda ham 5 ta meva qoldirsa bo'ladi, unaqa ko'paytirish kerak emas deb tavsiya qilinyapti. Mevasi tugmaganni olib tashladim, mayli, manaki. Bu ana murakkab gulshoda qilar ekan. Endi murakkab gulshoda yaxshi deydi mayda pomidorlarda, agar lekin bu yirik pomidor bo'lsa, bu murakkab gulshoda sal muammoli bo'lsa kerak. Shuni yulib olib qo'yamiz. Tichasini. Buni qoldirib qo'yamiz qolganini. Yana bitta salgina haligi ovuntiradigan holat. Ekin ahvoli shunday bo'lishiga qaramasdan shu 40 kilodan sal ko'proq berishga harakat qilyapti va bozor hozircha shu 45-50 mingda to'xtab turganligi bizga sal bo'lsa ham shu xarajatlarimizni chiqarishga yordam beryapti. Bu ham yaxshi. Albatta bunda sizni ham hissangiz bor. Chin ko'ngildan bizga muvaffaqiyat, baraka tilaganingizni ham shu tilaklaringiz ijobat bo'lyapti, hoynahoy. Mana shu juda bir yig'latadigan manzarada ham qandaydir shu hosil bo'lyapti. O'ylaymanki bu hafta uchun barcha ma'lumotlarni bera oldim.
aqlimdan chiqqani bo'lmadi. Qolganini izohlarda so'rab yozishingiz mumkin. Chalasini sizning savollaringizga javob berish orqali to'ldirishga harakat qilamiz, imkoniyat darajasida albatta. Sizlarga katta rahmat. Nafaqat biz sizlarga qandaydir foydali ma'lumot beryapmiz, balki sizlar ham bizga dastak bo'lib turibsizlar. Buning uchun minnatdorchilik bildiramiz. Dehqoningizni kuzatib boring. Davomi yanada qiziqroq bo'ladi. Rahmat.